Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, aziz obunachilar, hammalaringiz yaxshimisizlar, tuzingmisizlar, sog'liginglar yaxshimi, oilalar tinchmi? Saodatxon qizi kanaliga xush kelibsizlar. Mana bugun 25-yil 13-may seshanba kunlikda bir video rolik qilay deb jazm qildim. Men doim shu gullarimni ko'rsatib, ekkanimni, turpoqlarni to'kib yangilaganim, shunaqa ishlarni ko'rsatar edim. Ko'plarni nima qilsam, kuzatsam, har xil roliklar chiqarar ekan YouTube'da. Bir pishirganlarni ko'rib men ham qiyom, unday bir ikki pishirgan narsalar ko'rsatib nima qildim. Endi nimadan xat kelib, har xil roliklar chiqaring, sayohatga chiqasizmi, qanaqa o'zgartiring deb shunaqa nima qilar ekan. Men ham shu harakat qildim boshqacha rolik qilishga. Mana o'g'lim sovg'a qilib menga shu narsalarni olib kelgan ekan, sizlarga ko'rsatishni xohladim. Sizlarga ilindim. Mana men bittagina o'g'lim bor, Allohga shukr. Mana shu perchatkani olib kelibdi onajon. Qo'llaringizga turpoqlarni ushamang, shamollaysiz. O'zingiz ehtiyot qiling deb shu perchatkani, mana bu izgiritlarni qirqib chiroyli tekizlasiz deb qaychi olib kelibdi. Mana bunaqa qaychidan, mana gullarni qirqigani, mana bunaqa qaychi olib kelibdi. Mana bir narsalarni qoqib nima qilish kerak bo'lsa deb bu bolg'acha. Mana bu arra ekanmi, mana bunaqa, mana bunday ochilishlarni orqalariga ko'rsatib qo'yibdi. Mana bunday gullarni ekishga instrumentlar, lopata, grabl, mana chuqur qilib nima qilib ekish uchun shunaqa narsalar. Mana bu altachada, mana bu duxiyni ham jo'natib boribdi. Juda rosa hidi yaxshi, приятный ekan, juda ham yoqdi menga. Allohga shukr. Shunchalik nima qildi. Rahmat o'g'limga. Mana bu hozir ochamiz. Bunaqa nima degan ko'ramiz hozir. Bu tarafdan ochilsa kerak. Mana buni qaranglarki, ajoyib narsalar-ku. Qarang, 18 yashar qizlar ishlatadimi, buni bilmadim. Men Xudoga shukr 71 ga kirdim. Mana meni o'g'lim menga shunaqa narsalar olib kelibdi, qaranglar. Qishda shu palto olib beruvdi. Nima qo'liga kirsa juda ko'p sovg'alar olib keladi shunaqa. Lekin men hech ham rolik chiqarmasdim. Endi mana shuni chiqardim-da sizlarga. Rahmat o'g'lim, tanijoni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Allohga shukr, bitta bo'lsa ham 10 tani o'rnini bosadigan o'g'il berganiga Allohga shukr. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin.
tanajoni sog' bo'lib, hecham kasal bo'lmay, sog' salomat yursin. Dastikorlariga baraka bersin. Allohim hamisha o'z panohida saqlasin. Ishlarini rivojini bersin. Yuzlarini yorug' qilsin. Hamisha yilda oldi bo'lib yursin. Qo'shgani bilan qo'sha qarib, bolalarni rohatini ko'rsin. Rahmat bolam, boringizga shukur. Mana bu fontanchalar ekan qaranglar. Mana bu ochib turib ko'rsatayım. Mana bu yerdan shlankada ulab qo'ysa, nariyadan grantni burab qo'ysa, gullarni o'rtasiga qo'yib, bunday qilib yerdan ulab shlankani nariyadan grantni burab qo'ysa, bu fontan bo'lib otilar ekanda, gullarni ustiga sachrab turar ekan, juda chiroyli bo'lib. Endi mashalarni menga jo'natibdi. Xudo xolasa bularni o'rnattirib ishlatamizda endi. Sovg'a qilib. Allohga shukur, borga shukur. Topganlariga baraka bersin. Hamisha sog' salomat bo'lsin. Bolalarni rohatini ko'rsin. Mana shunaqa. Uni maniki ekan bilmadim. Bu manoniki bo'lsa kerak edi. Yana o'g'lim yana nima qilibdi? Hozir mana bu stolda mana bu stolda menga o'tirgani sovg'a qilibdi-da. Mana bu yerida kofeni qo'yib, mana bu yeriga kofe qo'yib turib, ichib o'tirar ekanman. Bunga suyanib buyoqqa. Oy, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling bolajonim. Boringizga shukur. Ko'rsatganiga shukur. Rahmat bolam. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Elda oldi bo'lib yuring. Hurmatda, izzatda bo'ling doim. Parvardigorim o'z panohida saqlasin. O'ziga omonat. Allohim sog' bo'ling. Mana qisqagina videorolik qildim. Hurmatli obunachilar, azizlar, qadrdonlar, mana shularni sizlarga ilindim, ko'rsatdim. Endi videoroligimni tugatishga sizlardan ruxsat so'rayman. Menga kommentariyalar yozib, layklar bosishinglarni iltimos qilaman. U ham menga madad beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kayfiyatda yana YouTube kanalida yaxshi videoroliklar qilib uchrashlaydi. G'oyibona uchrashlaydi. Alloh nasib qilsin. Allohga omonat bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat